Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizga kuzatib boruvchilar. Bugun 2 avgust kuni 1 kvadrat, ya'ni 3 ta banan korobka chuvalchanglarni qo'shni Sarasa tumaniga olib keldik. Ukuni ham narigi birinchi bioreaktorga 1 kvadrat olib kelib tashladik. 2-3 kun avval, mana bugun ham olib keldik. Korobkadagi chuvalchanglarning holati bilan tanishinglar. Tinchlik holatlari a'lo darajada. Mana burchaklarni ko'rsatamiz. Ost to'kkanda ham yana bir chiroyli qilib ko'rsatamiz. Mana chuvalchanglarimizni xudo xolasa joyimizga tashlashni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Chuvalchanglar holatini o'zingizdan ko'ring. Videoga ham olavering. Zo'r, bundan ortiq. Rahmat sizga. Ko'ryapsizmi? Yaqinlashtirib olavering shularni. Ko'rinishida xalq qilgan. Ajoyib. Hargin tashladik-ku, bundan ham ko'ra a'lo darajada. To'g'ri. Endi ikkinchisini tashlaymiz. Mana qarang, chuvalchanglar bo'ji. Mana holat. Ko'ryapsizmi? Tishligi ana shunaqa a'lo darajada bo'ladi, hurmatli kanalimiz obunachilari. 3 ta banan korobkasi 1 million so'm. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rinyaptimi? Buni ikkitasini shaqa tashlaymiz o'qariq qilib, bittasini sochma qo'ramiz. Bo'ladi. Endi mana o'zini go'ngini ketmon bilan yopib chiqamiz. Yengil qilib. Chuvalchanglar och holatda. O'zi chuvalchanglar bitta joydan ikkinchi joyga o'tganda stress holatda bo'lib 15 kungacha ishlamaydi. Och holatda bo'lgani uchun xudo xolasa bular 2-3 kunda ishni boshlayveradi. Ularga ozuqa kerak, mana chuvalchanglar chiqib ketyapti. Endi bittasini atrofga sochma qo'yamiz. Masak ko'proq tepalab qo'ydik. Yumshoq qo'yamiz. Tomonga tashlaveramizda, bu tomonga tashlaymiz. Uchinchi banan korobkani. Bismillahirrohmanirrohim.
unga ham bunga ham уже 10 kun 15 kunda yeyilib yoyilib ular уже ishlov berishga o'tadi. 20 kunda xudo xohlasa ustiga go'ng tashlayveramiz. 5 sm 10 sm balandlikda qilib. Ana uni ustiga yirtiq korobkalar tashlab qo'yganimiz. Chuvalchanglar mana hamma chirindini yeydi-da. Korobkalarni ham maza qilib yeydi. Shuning uchun o'sha chuvalchanglar yoyilib yeyishni boshlaganda o'sha korobkalarga ham yopishib hammasini yeb tashlaydi. Bu ham oziq hisoblanadi. Bu ham oziq hisoblanadi. Rahmat. Siz xudo xohlasa ishdan baraka topib rivojlantiring. Biz uni pulidan baraka topaylik. Shunday. Hammamiz rozi rizochilik bilan chiroyli bo'lsin. Shunday, rahmat. Endi o'zingiz fikringizni gapiring, bizni nimalarga, chuvalchanglarga. Chuvalchanglar ajoyib kutilgandan a'lo darajada. Hozir mana xudo xohlasa ishni boshladik. Ishonchlarimiz. Albatta sizga rahmat, Allohga shukr. Yaxshi, biz kutganimizdan, biz o'ylaganimizdan ham ortiq. Xudo xohlasa nasib bo'lsa kelajakda. Hammaga ham men olavering. Hammaga ham bizdan chuvalchang xarid qilganlarga yetkazib berishi, o'rgatishlari, kelib mana qo'ldan kelguncha tashlab berishlari, ertaga nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa kelib ko'rib, hamma muammolarni hal etishlari o'zimiz zimmamizda. Konsultatsiya berish, buni rivojlantirib biogo'miz holatiga yetkazish. Xudo xolasa sezon paytida nasib qilsa savdolarimiz biz o'ylagandan ko'ra a'lo darajada bo'ladigan bo'lsa, buni biogo'mizlarni begona qilmaysiz-da. Xudo xolasa. O'zimiz buni sotib olamiz. Bizga elab tayyorlab bersangiz, o'zimiz sotib olamiz, o'zimiz xaridor bo'lamiz. Rahmat aka, rahmat. Aka, ishdan baraka toping, Xudo xolasa omadingiz bersin, hammamizga rivoj bersin. Rahmat aka, rahmat. Mana akamizni 4 sotiklik katta issiqxonalari bor ekan, limonariyalar. Xudo xolasa mana shu yerga ham chuvalchanglarni o'zim qilib to'ldiraman deyapti. Rosa mehnatkash ekan. Mana akamizni mo'jazgina chorvachilik, bog'dorchilik tijoratlari. Juda ajoyib, juda chiroyli ish qilar ekan. Besetkalarni qilib, chuvalchanglargacha besetkalar qilib tashlagan 2 qavatli molxonalar ichida to'la mol ekan. Endi videoga olishimizga ruxsat bermadi molxonani. Qo'yxonani olavering dedi. Qo'ylari ham ajoyib ekan, joylari zo'r ekan. Havasim keldi. Kimga Kaliforniyaning qizil yomg'ir chuvalchanglari kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. 3 ta banan korobkasi 1 kvadrat hisoblanadi. Narxi 1 million so'm. Biogo'miz kerak bo'lsa ham narxlari 2000 so'm. Barchasini yetkazib berish, o'rgatishi, hammasi ichida sog' salomat bo'lib, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin.